Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Bek Avto ko'rish programmasidan bag'oyatda xursandman. Bugungi mehmonimiz ko'rib turganlaringizda aziz do'stlar, Nexia 2 mashinasi. Bu mashinani ham osmonga ham uchadi, ham poyezdlar ham urib ketaveradi. Shunaqa mashina bu. Bu mashinamizda poyez urgan, poyez. Ko'rib turganlaringizda oldan nariman urgan. Ko'p strashni ham emas, yengil ham emas, nariman udar bo'lgan. Lanjironlar bir taraf anchagina kirib borgan. Buni inshaalloh to'g'rilab, chiroyli qilib berishimiz kerak, xudo xolasa. Iloji boricha harakat qilamiz. Qanchadir narsalarni o'zini qilishga harakat qilamiz. Endi hadeb almashtirib tashlayversa ham bo'lmaydi. Endi har kimgadir og'ir, kimgadir yengil, shunaqa. O'sha uchun iloji boricha harakat qilamiz. Nimadurlari o'zi bo'lsa agar, o'zini to'g'rilab berishga, o'zini chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh xudo xolasa agar. Ko'rib turganingizda podratnik joylari ham qiyshaygan, ularda iloji boricha harakat qilamiz. O'zini to'g'rilab lanjironlarda hammasini razmerga, metr bilan chiroyli qilib to'g'rilab berishga. Asosiy razmerga chiroyli qilib bermasa agar bo'lmaydi. Birinchi o'chirad razmer to'g'ri kelsa agar hammasi joylashadi. Kuzatishda davom etinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizda kirgizib oldik, stapel ustiga chiqarib oldik. Bir baloq qiynalib. Endi inshaalloh tutib yechib boshlaymiz. Qanunda boshladik. Mana arkadaşlar, yechib oldik mashinani. Qonni, hamma joyini yechdik. Ustalardan bitta iltimosim bor. Mana shu narsani qo'ymanglar, iloji bo'lsa. Umuman foydasi yo'q narsa mana buni. Umuman 1 gram foyda bermaydi. Hop, shu mana nima har joydan ildirib qo'yibsizlar. Xo'p, qo'yibsizlar. Mabodo agar qo'ygan odam ko'rib qolsa agar, mana bu narsani foydasi yo'q. Umuman kerak emas. Zavod nima qo'ymaydi shu narsani. Mana bu qo'yilgan, endi bu qo'yilganiga gideta bir 15 kun bo'lgandir, 20 kun bo'lgandir, yo bir oy bo'lgandir. Uncha bo'lmabdi. Hali endi qo'ydirganman, yaqinga qo'ydirib edim dedi. Endi bilmadim qancha bo'lganiga. Mana bu yerdan yo'riladi. Yo'riliksiz kelsa agar mana bu narsani ham foydasi yo'q. Mana baribir uzib oladi buni. Endi udar bo'lganga bu uzilgan hozir, lekin dalshi yurishga ham foyda bermaydi. Umuman. Mana o'zi mana buni ildirilgan. Mana tagidan mana buni bitta ildirib qo'yibdi. Aslida mana bu ushlaydi. Bilsalaring, mana bu yerdan ushlaydi. Mana shu ushlaydigan joy mana-ki ko'rinyapti mana-ki. Bitta ildirilgan. Mana bu narsa tunuka, yuqqa tunuka. Bunga o'z mana buni bu yerdan bunaqa varqi, mana unaqa qilib qo'yilgan, umuman foyda bermaydi. O'sha uchun iltimos sizlardan mana shu narsani qo'ymanglar. Nima kerak? Prosta klientni ham aldash bo'ladi bu, o'zlaringiz ham aldash bo'ladi. Bu umuman 1 gram foydasi yo'q. Iloji bo'lsa mana shu narsa. Endi ko'p mashin keladi, ko'p ko'raman, mana shu ko'p hammasiga past qo'yilgan bo'ladi. Endi hammasiga emas, qo'ydiryapti. Iloji bo'lsa qo'ymanglar. Nimaga zavod qo'ymaydi shu narsani? Mana shu shuni o'zi ushlaydi. Dalshi mana bu narsa, mana bu chashka egiluvchi bo'lish kerak. Nima desam bo'ladi?
yurgan paytga egilib yuradi. Ve bukilib qaytib yuradi. O'sha uchun mana bu narsani qo'ygandan keyin bu qotadi, mana bu qotgandan keyin baribir mana bu yerdan sindiradi. Men ko'p ko'rganman. Mana shu narsa mana shu yerga chiqib qo'ygan, mana bu yerdan singanini ko'rganman. Bu yerdan sindirib oladi. Ustalar agar nima bo'lsa ko'p ko'rganam ustalar. Iloji bo'lsa shu narsani qo'ymanglar. Foyda bermaydi baribir. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizda manaki ichlarigacha bukilib ketgan. Mana bu mana petning joyini sug'urib bo'lgan daji. Labvoyimiz lekin singani yo'q. Mana ki labvoy top toza turibdi. Biror joyi sinmabdi. Bular uzilibdi. Bularni hammasini endi razmerga qo'yib chiqamiz inshaalloh, xudo xolasa. Mana lanjironimiz. Ana lanjiron bukilib ketgan. Ko'rib turibsizlar, tepaga ko'tarilgan bir narsalar bo'lgan. Mana bu padushka bu. Mana padushka ham ichkari kirib ketgan. Mana bu. Mana bu tarafdan udar bo'lgan. Shuni hisobidan mana bu padushka ichkari kirgan. Endi buni tortib to'g'rilab tekisab chiqamiz, xudo xolasa. Mana bu taraf lanjironni ham ba'zi bu tarafga burab o'rgan. Bular to'g'ri bo'ladi, hammasini to'g'rilab. Mana kvadratininklarni o'zini qilamiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Iloji boricha harakat qilamiz, chiroyli qilib berishga. Mana bular ham, manaki ko'ryapsizlar qancha zazor qolgan. Zazor daji yo'q. Tegib qolgan. Mana balonlar ham, mana balon moshin to'g'ri turibdi. Daji balon ko'tarilgan turibdi. Yerdan ko'tarilgan tepaga mana bukilib ichkariga kirgan. Endi bu amortizator stoyka baribir almashadi. Endi bu yerni to'g'rilab tekislab olsak, mana bularni chiroyli qilib olsak, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Iloji boricha harakat qilamiz, chiroyli moshincha qilib berishga inshaalloh. Qanunda boshlaymiz tortishlarni.
Ana azizlar. Bular razmere keldi, mı turishdan yaptı. Chashkani razmeriga qo'ydik, pachitdi. Ko'rib turibsizlar, 1.5 bo'lyapti pachti o'zgina, lekin 1.4 ga ham, 1.3 ga ham bo'ladi, lekin 1.4 o'ziniki 1.5 bo'ladi Nexia 2 ga. Zavodga 1.5 qilib iloji bo'yicha harakat qilamiz, 1.5 qo'yib berishga. Hali bular tekshirib ketadi mana bular. Bularni chiqarib oldik. Ana endi bitta problema, ana bu padushkani joyi qolyapti. Mana padushkani joyi ichkari kirgan. Seli. Buni chiqarib, to'g'rilab chiqishimiz kerak. Bu agar chiqarilmasa, mana motor uzoq bo'lib qoladi. Mana arasi ochilib, mana ochilib qoladi. Bek qarab ketadi aliment, padushkadan ancha ajraladi. O'sha uchun buni to'g'rilamasak mayli. Mana bukilgan joylari mana shu. Seli mana shundagi ichkari kirgan. Motorni tushirsak ham tushirishimiz kerak edi, lekin motor uncha shart emas ekan. O'zini to'g'rilab chiroyli qilib chiqamiz hammasini. Mana kvadratliklar qonun o'zi qilinadi, bukilgan. Mana buni ko'ramiz endi. Yo usilitel bitta qo'yib yuboramiz. Endi usilitel sal qimmatli qilyapti. 2 millionga chiqib ketgan ekan. O'sha uchun endi ko'ramiz. Yo kesib sherini qo'yib yuboramiz yoki usilitilda seli almashtiramiz. Mana chashkalar, mana bu ishlari. Mana bu petlini joyi. Mana ko'rasizlar, ochilyapti. Buni ham joyiga qo'yib petlini vaqt qilishimiz kerak hali. Endi bu mana Langeron o'zini seli razmeriga qo'yib olsak, keyin bularni qo'yib polgonni qilaveramiz, muammo bo'lmaydi. Mana bukilgan joylari ham bukilib ketgan edi. Mana bular chiqdi, to'g'ri bo'ldi mana bular hammasi. Mana ichkari tomonlari ham hammasi past to'g'ri bo'ldi. Ancha o'xshab qoldi. Mana bu ham mana bukilyapti. Langeron pastga kirib ketgan edi ichkariga. Buni ham yangi ko'rlaring, damkran mayberdan qo'yib, ko'tarib, buni to'g'rilab oldik. Mana bular to'g'ri bo'ldi. Ozgina qoldi, bular hech narsa emas. Bularni ham to'g'rilab olamiz. Mana bu ham joyiga kelgan. Ozgina farqi bor, bularni to'g'rilab olamiz. Kuzatishdan o'tinglar. Inshaalloh chiroyli moshincha bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek pachti bo'lib qoldi. Inshaalloh Xudo xolasa agar endi yo'llar ozgina qoldi. Mana padushkalar joyini ham chiqarib oldik. Mana to'g'ri bo'lib, chiroyli bo'lib qoldi. Xudo xolasa endi bular oldilarni terib olsak, mana Langeronlari anchagina to'g'ri bo'lib, chiroyli bo'lib qoldi. Ko'rib turganlaringdek mana bu tomon Langeronimizga ham ozgina bor ekan, ozgina bukilgan joyi bor ekan. Hozir mana ko'rsataman. Oldan tortmasa agar bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, mana ost qismi bukilgan. Mana shu, mana sher bukiladi. Oldidan udar bo'lgandan keyin ana sherdan bukilish bo'ladi, tushtirishga qolib ketaveradi. Keyin bufer taylash, bufer zazor ochish, o'sha narsalar xuddi shu mana shu joydan bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, bukilyapti. Ana shuni tortib to'g'rilab olsak, xudo xolasa keyin buferlarga ham zazor ochilmaydi, normal bo'ladi. Mana bu lazerli joyi. Ko'rasizlar, qayerga kelyapti boltga. Mana bunisi. Mana pastdagi boltga kelyapti. Bunisi bunga kelyapti. Langeron ham ozgina ichkari pastga tushgan. Buni ham yuqoriga qarab ozgina ko'tarishimiz kerak, yoki buferga ham zazor ochib qoladi, far ham joylashmaydi. Shuning uchun tortib olishimiz kerak buni ham. Mana do'stlar, Nexia'miz tayyor bo'lib qoldi. Qarib, inshaalloh endi
tayyorlab gruntovka sepamiz, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdagi zazorlari, eshik kirilo zazori, kapotlar zazori, ufer, fara joylashlari hammasi normalni o'zini joyiga kelgan. Razmeriga turibdi hammasi. Hozirroq kamchiliklar bo'lsa agar u yana ko'rilaveradi. Tergincha yana hozir prosta shuna qo'yib qo'ydik. Inshaalloh chechib bo'lib hammasini gruntovkaga tayyorlab, xudo xolasa chiroyli qilib chiqaramiz. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. İçi usuletildi, o'zi bo'ldi. Faqat mana bu yeri bo'lak bor edi. Uni kesib qo'yaverdik. Kesilgan tayyor bor edi, bu yerni qo'yaverdik ulab. İchlari hammasini to'g'irladik. Endi yana gruntovka qilamiz-da, xudo xolasa. Tayyorlab gruntovkaga tayyorlaymiz. Gruntovka sepamiz. Usuletillar. Usuletil ko'p qimmat ekan originali. Başta 1.700.000, 2 million deyapti. O'sha uchun o'zini tayyorlashga majbur bo'ldik. Mana lanjronlari. Agar o'xshagan bo'lsa bitta klassda bo'lsazlar. Mana petillarni o'zini qildik, o'zini qo'ydik hammasini. Faqat krillo, kapot yangi qo'yilyapti. Qolgan hamma joyi o'zi bo'lyapti. Mana do'stlar, mana bu chashkani boltidan mana bunga o'lchaysizlar. Manaki 121 bo'ladi, 121, 122 shu atrof bo'ladi. Mana shu bolt, krilloni oldi boltidan o'lchanadi manaki. 121 bo'ladi mana shu. 121, 121 yarim, 122 bo'ladi. Yog'ini endi o'zlarining ustalar uchun 122 to'g'ri bo'lishi, to'g'ri kelishi endi ustalarga kerak bu razmer. Hech kimga kerak emas. Qolgan hamma joyi yana razmerga turibdi. Mutaganist. To'g'ri. Mana do'stlar, mana 153 bo'ladi. Narigi krilloni boshidan mana bu krillogacha to'g'riligi 153 bo'lsa agar уже razmeri kelgan bo'ladi. Unchalikka qo'yguncha ham terishdan oldin ham shular razmeriga qo'yib olsalaring, terishga ham qiynalmaysizlar, hammasi to'g'ri keladi. Kuzatishda davom etinglar. Endi inshaalloh gruntovkaga tayyorlaymiz, xudo xolasa. Hammasi bomba bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek past shpagilovkaga tayyor bo'ldi. Endi shpagilovka surtamiz, xudo xolasa. Tajrid qilib, tekislab hamma joyini tayyorlab. Mana ko'ryapsizlar, usuletillarda kesilgan joylari, palni mana lanjronlar hammasini tajrid qilib, tekislab oldik. Inshaalloh xudo xolasa endi bitta shpagilovka surtib, gruntovkaga tayyorlab olamiz. Mana ki lanjronni nimasi, mana bu klyotveda o'shalar to'g'rilab, tekislab tashlab oldik. Xudo xolasa endi shpagilovka surtib, bitta gruntovka sepamiz. Kuzatishda davom etinglar, hammasi jo'r bo'ladi. Mana aziz do'stlar, inshaalloh gruntovkaga tayyorlab oldik. Xudo xolasa endi gruntovka sepamiz. Ko'rib turganlaringdek ozmuncha katta bir kamchiliklari bo'lsa agar bularni to'g'rilaveramiz. Muammosi yo'q. Gruntovkadan keyin mana bular ham tep-tekis bo'ldi. İnşallah xudo xolasa. Mana ko'p yegani yo'q. Mana temirlar chiqyapti. Endi aytishlarim mumkin, shpagilovkani yasading yo'q, unaqa narsa emas. O'zi to'g'rilamasa ham bo'lardi. Nimani vozdux sitil turadi bu yerda, bilsalaring. Endi uni tagiga qo'yadi. Endi prosta sal bo'lsa ham chiroyli tursa, yechgan paytga ham ancha sal chiroyli bo'lsa agar o'zimizga ham yaxshi, hammaga, o'ziga, egasiga ham yaxshi hammasi. Inshaalloh endi gruntovka sepamiz, xudo xolasa. Mana ko'rib turganlaringdek Nexa'chamiz, xudo xolasa tayyor bo'ldi. Videolarda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, u uchun uzr so'rayman. Chunki video kameram buzilganligi sababli video ham yaxshi tez qo'ya olmadim. O'sha uchun u uchun uzr so'rayman. Inshaalloh endi hozir telefonda olib turibman. Agar qanaqadir kamchilik bo'lsa agar uzr. Xudo xolasa
tez orada kamerani tuzatamiz yo boshqa olamiz. Yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Krilo kapotlar ham tayyor, hozir ularni ham ko'rsataman. Mana do'stlar, krilosi bu. Bu ham tayyor bo'lgan. Bu chap tomon krilosi. Mana ozgina berga pacha bor edi. Mana shpagolovkasi bor ekan o'zi, yo'rilgan. Buni ham to'g'rilaverdik buradan. Tomonlari. Chap tomon krilosi, o'ng tomon krilosi yangi qo'yilyapti. Bu yangi krilosi. Ko'rib turganlaringdek. Mana kapoti. Kapoti ham tayyor bo'lgan. Xudo xolasa endi gruntovka sepamiz, keyin bitta kras sepamiz. Kraskani sepamiz, xudo xolasa undan keyin tayyorlab beramiz. Kuzatishda davom etinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek gruntovkani sepib oldik. Agar o'xshagan bo'lsa, xursandman. Juda. Endi normalni chiqdi, yomon chiqmadi. Usullarni o'zini qildi, ko'rib turganlaringdek. O'zi bo'ldi. Nashadan kesib ulaverdik. İçlari, orqa tomonlari hammasi normalni bo'lib qoldi. Inshaalloh endi xudo xolasa tayyorlab bitta kraska sepamiz. Hammasi kapot krilolarga sepilgan tayyor turibdi. Hay, ular o'zi yangi narsa, uni ko'rsatish shart emas. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi inshaalloh. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek Nexia 2miz tayyor. O'sha poyez urgan mashinamiz. Pastda apkelet qilma joyini kraskaga tayyorlab bo'ldik. Inshaalloh xudo xolasa agar endi kraskasini sepamiz. Ko'rib turganlaringdek hamma joyi tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, mana usulitildi. Almashtirganimiz yo'q. O'zi bo'ldi. Faqat mana bu achkini ko'p g'ijim bo'lgani uchun bu achkini o'zini qo'ydik. Almashtirib yubordik. Qolgan joyi o'zim bo'ldi. Mana bu achki boshqa qo'ydik. Ko'p g'ijim edi o'sha uchun. Mana tagi qismi tayyor bo'lgan. O'zi antigravikalarni sepamiz, xudo xolasa. Antigravikalarni sepib, inshaalloh bitta kraskasini sepamiz, xudo xolasa egasiga topshiramiz. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. U narsalar ham tayyor. Krilo, kapot, hamma narsasi tayyor turibdi. Ularni ham sepib, inshaalloh tayyorlab chiroyli qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi inshaalloh. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek Nexia'miz tayyor bo'ldi. Inshaalloh endi egasiga topshiramiz. Mana kapot zazorlari. Mana old tomon fara. Mana bu tomon fara. Mana bu ozgina tashqariga bo'ladi, zavodskoyga. Mana bu to'g'ri bo'ladi. Zavodskoy. Mashinada hammasiga qarasalaring, fardi bittasi tashqariga, bittasi ichkariga turadi. Tekis turadi bittasi ozgina tashqariga turadi. Buni ko'rishlaring ham mumkin. Любой mashinga qanaqa Nexia 2 bo'lsa, normalda sassanasi zo'r bo'lsa, agar shuna qarasalaring o'zi bilasizlar qanaqa bo'lganini. Mana bu tomon zazori, kapotda, eshikda krilo bilan birga zazori. Mana ko'rib turganlaringdek. Bu tomon kriloni ham sepib yubordik birdaniga qo'shib. Manaki bu zazori. Ko'rib turibsizlar. Hammasi normalga o'xshagan. Endi kapotni ochib, kapotni ko'rsataman. Mana bu zamogimiz ozgina charchagan ekan, o'sha uchun yopib o'chirish qiyin bo'lyapti. Yopilishi normal, o'chirishiga mana ozgina mana bu yerga tegadi, o'zlaringiz bilasizlar. Ichkari tomon ilib qoladi. Shuni hisobidan
Buni endi yangi qo'yadi, baribir iloji yo'q. Mana suratilimiz almashtirganimiz yo'q, faqat mana shu yerni almashtirdik, bo'ldi. Qolgan joyini o'zini tayyorlab, o'zini kraska sepdik. Hamma narsasi qo'yildi. Bitta faqat mana bu pechkasi qo'yildi. Bu qo'yilmadi. Bu pechkasi ham bilsalaring singan edi. Buni hozircha topolmadik. Topsak buni ham ertaga inshaalloh Xudo xolasa qo'yamiz. Ko'rib turganingizda mana shunchamiz tayyor bo'ldi. Kapot petlar hammasini o'zini vartib joyiga qo'ydik. Mana shu tomonda polni kras sepdik. Lanjronlari ko'ryapsizlar. Ko'rinayotgan bo'lsa, lanjronlar ham narmani bo'shab qolgan, hammasi chiroyli. Bufellar hammasi joy-joyiga qo'tirilgan. Bunaqa teshib, boshqa joydan teshib, bunaqa narsa qilinmaydi. Ichkaridan ko'ryapsizlar. Ko'rinayotgan bo'lsa, shivirlar bilan bufel qo'tish ham yopishib turibdi. Farlar ham hammasi joy-joyiga qo'tirilgan. Ko'ryapsizlar, bu ham hammasi o'zining joyiga qo'tirilgan. Razmerga qo'ygandan keyin buni boshqa joydan teshib qo'tirish hojati yo'q. Mana shu mashinamiz. Ko'rib turganlaringdek shunchamiz. Buni xarajati 6 million 300 ming so'm narsalari bo'lgan. Faqat mana kapot, krilo, faralar, ikkita fara, bamper, shivirlar, shunaqa narsalar bo'lgan. Kuzovda narsalari. Endi undan tashqari yana ketadi. Mana bunday ichiga mana granata narsalari, mayda-chudalar ketadi. Granatalar ketgan, ularni oladi. Shunaqa narsalar bor. Keyin kraskasi ichiga usti haqqi 6 million so'm bo'lgan. Hamma narsasi ichiga. Kraska, shpakilovka, mana ketish nimalar bo'lsa agar, mana kuzovga ketadigan narsalar, faqat zapchasini olib beradi. Qolgan narsa o'zimdan 6 million so'm bo'lgan. Sizlar bilan bekafto bo'ldi. Ko'rishib turganimdan baquvvatli xursandman. Inshaalloh yana tez orada ko'rishamiz. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Agar yoqqan bo'lsa, agar bitta klassni ayamasalaring bo'lgani savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Inshaalloh harakat qilamiz tez orada javob berishga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan bekafto bo'ldi. Audio Jungle.